Assalomu alaykum, YouTube kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan yangi tilni qanaqa o'rgansa bo'ladi. Bu bo'yicha ba'zi manbalarni ko'rib chiqamiz va o'zimni shaxsiy tajribamni oxirida aytib o'taman. Bu bo'yicha bitta slayd tayyorlaganman. Hozir aynan o'sha slaydga o'tamiz va sizlar bilan bosqichma-bosqich savollarga javob berib, har bitta nuqtasiga to'xtalib o'tamiz. Qani, ketdik. Xo'p, bugungi prezentatsiyamizni unda boshlaymiz. Yangi tilni qanday o'rganish mumkin? Bu bizni asosiy mavzuyimiz. Mani ismim Dilmurod Rahmonov. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, oldin eshitmagan bo'lsangiz, aynan Londonda 4,5 yildan beri yashab kelyapman. Bugungi slaydimiz nimalardan iborat? Professional manbalardan va o'zimning shaxsiy tajribamda qanaqa qilib til o'rganganman va qanaqa til o'rgangan bo'lardim. Bu haqida gapirib o'taman oxirida. Xo'p, til o'rganish har kuni ishlatiladigan ko'nikma. Ko'pchilik buni o'ylaydi, bu yangi bilim, to'g'ri, bilim ham, lekin siz tug'ilganingizda ota-onangiz sizga qanaqa tilda gapirishni o'rgatgan bo'lsa, o'sha tilni o'rganib ketgansiz-ku. U sizga ya'ni ko'nikma bo'lib shakllangan va o'sha tilda siz hozir o'ylamasdan bemalol gaplashasiz. Yangi til o'rganishda ham aynan shu metoddan foydalansa bo'ladi. Xo'p, bugungi prezentatsiyamizda qaysi savollarga javob beramiz? Birinchi o'rinda, nega ko'pchilik odamlar til o'rganishni tashlab qo'yadi? Ikkinchi savol, til o'rganishning eng samarali usullari qanday? Uchinchi savol, yangi so'zlarni uzoqroq eslab qolish uchun nima qilish kerak? To'rtinchi savol, gapirishda ishonchni qanday oshirish mumkin? Va oxirgisi, mening shaxsiy tavsiyam qanday bo'ladi sizga? Xo'p, birinchi o'rinda nega ko'pchilik to'xtab qoladi? Muammo odatda qobiliyatda emas, usul va odatda bo'ladi. Xo'p, juda katta maqsad qo'yish. Ko'pchilikda ko'ramiz, men 3 oyda mana bunaqa qilaman, 6 oyda 8 IELTS olaman, 9 oyda nimadir qilaman degan maqsadlar qo'yishadi va bu realistik bo'lmaydi. Va birinchi o'rinda talabaning o'zining qobiliyatlari, ikkinchi o'rinda u qancha vaqt ajratish qobiliyatiga ega, uchinchi o'rinda va atrof muhit va shunaqa narsalar unga ta'sir ko'rsatadi va mana shu yo'lda tez charchab qolib, undan zerikish boshlanadi va o'qishni tashlab qo'yadi. Shuning uchun to'g'ri maqsad qo'yish kerak. Bu narsani agar o'zingiz maqsad qo'ya olmasangiz, bitta o'qituvchi bilan borib gaplashib, bu narsani planlashtirsangiz bo'ladi. Faqat grammatikaga e'tibor berish. Bu ham noto'g'ri. Til faqat qoidalar emas, uni eshitish, o'qish va ishlatish kerak. Xuddi boshida aytganimizdek, bu ko'nikmani rivojlantirish uchun siz faqat grammatika o'qishingiz o'zi yetarli emas. Gapirishni o'rganish uchun siz ko'proq gapirishingiz kerak, eshitishni o'rganish uchun ko'proq eshitishingiz kerak, o'qishni o'rganish uchun ko'proq o'qishingiz kerak va hokazo. Xo'p, bizda aynan muhitimizda yangi tilda gaplashishdan uyalish bor. Ya'ni xato qilib qo'ysam nima bo'ladi degan. U har qanday ishda aynan Angliyaga kelib men shuni bildimki, bular sizdan mukammal ingliz tilida gaplashishingizni kutmaydi. Agar siz xato qilsangiz ham bularda qanaqadir sizga nisbatan kamsitish yo'q. Sizni birinchi ona tilingiz, undan keyin siz yangi til o'rganasiz. Odatda agar qaraydigan bo'lsak, ko'p davlatlar ona tilidan boshqa tilda gaplashmaydi. Siz yangi tilni o'rganayotganligingiz bu sizni katta yutug'ingiz bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun agar sizni birinchi tilingiz bo'lmasa, hech qaysi bir tilda, rus tili bo'lsin, ingliz tili bo'lsin, xitoy tili bo'lsin, xato qilishdan qo'rqmang hech qachon. Aynan mana shu xato qilishdan qo'rquvni ichingizdan olib tashlasangiz, sizda o'sishga eng katta qadam qo'yganingiz bo'ladi o'sha narsa. Xo'p, mutaxassislar tavsiyasi birinchi o'rinda mana British Council, ko'pchiligimiz bilamiz. British Council bu Buyuk Britaniyada joylashgan va ular O'zbekistonda yoki boshqa joylarda aynan IELTS sertifikatini beradigan tashkilot hisoblanadi va o'sha test imtihonlari ular tomonidan tuzib chiqilgan. Xo'p, ularni tavsiyalari quyidagicha. Har kuni o'qish, tilni biladigan insonlar bilan gaplashish, yangi so'zlarni yozib borish. Aynan bu manba British Councildan olindi va mana shu narsalarga agar siz rioya qilsangiz, bu tajribadan kelib chiqib mana bunaqa tavsiyalar berilyapti sizga. Mana shu narsani har kuni qilish kerak bo'ladi. Xo'p, Cambridge Englishdan qanaqa tavsiyalar bor? Turli xil matnlarni o'qish, foydali iboralarga e'tibor berish va katta maqsadni kichik qadamga bo'lish. Boya aytib o'tganimizdek, katta maqsadni kichkina vaqtga noreal qo'yib, tez motivatsiya o'chib qolishidan ko'ra, siz bugunga nima o'rganasiz, bir haftada nima o'rganasiz, bir oyda nima o'rganasiz, aynan mana bu narsalarni siz planlashtirsangiz, sizga ko'proq foyda bo'ladi bu narsa.
va foydali iboralar, turli xil matnlarni tez-tez o'qib turish bu sizni bitta o'sha tilingizni rivojlantirishga yordam beradi. Xo'p, keyingi asosiy usullar. Til o'rganishni 4 ta oddiy blokka bo'lish mumkin. Ya'ni 4 ta qismdan iborat bu narsalar. Input o'zi nima degani? Ya'ni kirish. Har kuni eshiting va o'qing. Eshitish quloqdan kiradi, o'qish bu sizni ko'zingizdan anaqa miyaga o'tadigan jarayon. Shu ikkita narsani qilsangiz, birinchi asosiy blok bo'ladi bu narsa. Xo'p, speaking xato qilsangiz ham gapirishni mashq qiling. Aynan men IELTS olish paytimda atrofimdagi hamma studentlar bilan faqat inglizcha gaplashishni boshlagandim va aynan bu narsa mani speakingimni boshqa reading, writing yoki listeningdan ko'ra ko'proq ball olib kelishiga sabab bo'lgan. Xato qilsangiz ham boya aytganimdek hech qachon uyalmang va mashq qilishda davom eting. Vocabulary so'zlarni alohida emas, ibora ichida o'rganing. Bu nima degani? Ya'ni agar siz bittadan so'z o'rganib borsangiz, o'sha so'zni ishlata olmaslik qobiliyatiga kelib qolishingiz mumkin. O'sha vaziyatga kelib qolishingiz mumkin. Shuning uchun masalan make so'zi bor, make a decision qanaqa keladi, make a food qanaqa keladi. Mana shu narsalarni agar birga o'rgansangiz, qaysi joyda to'g'ri ishlatishni o'rganib olasiz. Til bu faqat lug'atdan emas, ya'ni iboralardan iborat jarayon. Keyingisi repetition, ya'ni takrorlash. Vaqt o'tgandan keyin qayta takrorlang. Bitta mavzuni agar bir marta o'qib tashlab ketayotgan bo'lsangiz, unda siz katta ehtimol bilan uni unutishingiz mumkin. Shuning uchun takrorlab turish bu asosiy ilmning onasi ham deyishadi bizda. Keyingisi so'zlarni qanday eslab qolamiz? Eng yaxshi yo'l vaqt oralig'i bilan qayta eslash va takrorlash. O'sha o'rgangan so'zlaringizni speakingda gaplashib turish yoki mashqlarda yozish, mana shu narsalar tavsiya qilinadi. Qani, kelinglar ko'ramiz. Spaced retrieval practice. Bu usulda o'rgangan so'z yoki iborani vaqt oralig'i bilan qayta eslaysiz. Maqsad faqat qayta o'qish emas, balki miyadan eslab chiqarish. Ya'ni sizni miyangizda bor o'sha ma'lumot, o'sha narsani siz chiqarish. Ana passiv va aktiv ma'lumotlar bor miyamizda. Passiv bu siz o'zingiz esingizga kelmaydi, lekin kimdir gapirsa u narsani siz mana shu narsa ekan u deb aytasiz. Aktiva esa siz hozirgi kunda qo'llayotgan so'zlaringiz va bilimlaringiz mana shu aktiv bo'ladi. Xo'p, bugun, ertaga, 3 kundan keyin, 1 haftadan keyin mana shu qayta o'qish sizga yaxshi yordam beradi. Amaliy misolda mana boya aytdik iboralar bo'yicha make a mistake iborasini o'rgansangiz, gap ichida yozing. Ertasi kuni tarjimasiz eslang, ovoz chiqarib ayting, keyin real gapda ishlating. Aynan o'rganayotgan jarayoningizda yozish va ovoz chiqarib takrorlash bu juda ham muhim faktorlardan hisoblanadi. Aynan shu ikkitasini qilsangiz sizda ham talaffuzingiz yaxshi bo'ladi, ham ertaga yozma ravishda telefonda yoki boshqa joylarda agar yozsangiz, bu narsa sizni eslab qolishingizga ko'proq yordam beradi. Xo'p, keyingisi ishonch va maqsadlar. Til o'rganishda psixologik to'siqlar ham juda muhim. Aynan o'zimni tajribamdan ham bu narsa bo'lgan. Kursdan kursga sakrash. Ya'ni maqsad tez sertifikat olish va xayolimda xuddi hamma narsaga kech qolayotgandayman. Lekin bu ko'nikmani o'zingizda rivojlantirish aslida sizdan vaqt talab qiladi. Mana birinchi o'rinda ishonch, xato qilish o'rganish jarayonining tabiiy qismi. Siz agar xato qilsangiz, demak siz harakat qilyapsiz. Xato qilmagan odam hech qachon harakat qilmagan odam hisoblanadi. Aniq maqsad ingliz tilini o'rganaman emas, har kuni 20 daqiqa eshitaman. Nima eshitaman? Inglizcha iboralarni eshitasiz, inglizcha hikoyalar eshitasiz yoki kitob o'qiysiz. Mana bu real vazifalar. Boyaga aytganimdek, hamma narsa umumiy bo'lmasligi kerak. Qisqa qadamlar bilan o'sha narsaga yetib borishni plan qilish kerak. Kundalik amaliyot. Tilni telefon, ish, video, suhbat va yozuv orqali hayotga kiriting. Agar siz atrofingizni o'rganayotgan tilingiz bilan agar qo'shib olsangiz, sizga o'sha tilni gapirish ko'proq tabiiyroq bo'ladi va u narsaga siz tezroq ko'nikasiz. O'sha tilni tezroq o'rganasiz ya'ni. Xo'p, endi o'zimning tavsiyamga keladigan bo'lsak, shaxsiy formula bu, masalan, kuniga hech bo'lmasa 20 daqiqa eshiting. 10 daqiqa o'qing. 10 daqiqada bitta artikl o'qisa bo'ladi. Aynan o'sha artikllarni ovoz chiqarib o'qisangiz, ayniqsa juda ham foydali bo'ladi.
5 ta foydali ibora yozing, imkon bo'lsa kim bilandir gapiring. Mana bugun AI lar chiqqan, to'g'rimi? AI bilan masalan ovozini chiqarib gaplashing. Nima bilsangiz, o'sha mavzuda harakat qiling gapirishga. Va bu joyda odam harakati yo'q. Siz ko'proq xato qilsangiz ham u yoqda AI sizni xatolaringizni aytib to'g'rilaydi. Agar odam bo'lsa, undan ham yaxshiroq. Xo'p, eng asosiysi o'sha xato qilishdan qo'rqmasangiz, mana shu eng katta baryer ko'pchilikda. Agar xato qilishdan qo'rqib yashasangiz, unda ko'p narsadan qo'rqib qolasiz va rivojlanish bo'lmaydi sizda. Til bu faqat bilim emas, bu ko'nikma. Ko'nikma esa faqat amaliyot orqali kuchayadi. Amaliyotda nima qilish kerak? Ko'rish kerak, eshitish kerak, o'qish kerak va masalan yozish kerak. Mana bu 4 ta narsa. Hech qaysi til agar siz yozmasangiz, o'qimasangiz, sizda yaxshi rivojlanmaydi. Gapirish kerak, yozish kerak, o'qish kerak. Bu narsalar sizni haqiqiy keyingi darajaga olib chiqadigan tavsiyalar. Endi bugungi xulosamiz, yangi til o'rganish uchun daho bo'lish shart emas. Hamma yangi til o'rgansa bo'ladi. Faqat sizga kerak bo'ladigan narsalarni men bu yerda yozib o'tganman. Muntazamlik, ishonch, takrorlash, real amaliyot. Mana bu narsalar sizga o'sha ko'nikmani rivojlantirishga yordam beradi. Til o'rganish bu faqat bilim emas, bu ko'nikma. Uni har kun ishlatish kerak. Agar har kun ishlatmasangiz, bitta bilgan tilingizni ham agar 4 yil, 5 yil davomida ishlatmasangiz, ko'p narsalar xayolingizdan chiqishni boshlaydi va kim bilandir o'sha tilda gaplashmoqchi bo'lsangiz, tabiiyki ko'p narsalar xayolingizga kelmaydi. Shuning uchun siz bu narsani amaliyotda takrorlab turmasangiz, bitta tilni o'rganish ham, esda qoldirish ham juda ham qiyin bo'ladi. Resurslar va iqtiboslarni oxirida keltirib o'tdim. Welcome to my channel. It was great having you in here. All the best for new learners, especially English learners, because I started learning English first and then Turkish, and I'm trying to learn Arabic nowadays. I would suggest you one more thing. If you don't have time to learn every day and practice something new, you can just check the Duolingo app, download it, and start learning on that. It's as simple as that. Like, use all the opportunities to improve yourself every day. Thank you. Aynan mana shu prezentatsiyani olish uchun mana Telegram kanalimga o'tsangiz bo'ladi. Pastda link qoldiraman. O'sha link orqali Telegram kanalimga o'tib, mana shu prezentatsiyani olsangiz bo'ladi va u yerda boshqa bloglar ham yozib turaman. Ta'lim bo'yicha, chet el hayoti bo'yicha va boshqa narsalar bo'yicha. Agar obuna bo'lib qo'ysangiz, bundan ham xursand bo'laman. Sizga katta rahmat. Til o'rganishdan charchamang. Motivatsiyani ko'proq qilib, to'g'ri plan bilan, strategiya bilan til o'rganishni davom eting. Keyingi videolarda ko'rishib qolguncha sog' bo'ling.